Turkmen pechat deb endi ruschadan kirib kelgan pechat har bir urug'ni imzosi ekanda, ana. Bu haqiqiy qilich bu, shu davrdagi qilich. Haqiqiy shu davrdagi qilich. Kalla kesar qilich deb aytganlar bu qilichni. Chunki yoysimon bo'lgandan keyin qilichni urib tortib bersa, shu polni so'yib, kesib olib tashlagan. Hozir xonalarda kichkina dushovoy kabinat yo'q-ku. O'sha vaqtdagi dushovoy kabinat desak bo'ladimi? Ya'ni buni adi turkmanlarda toshshi deb aytiladi, xivoliklar buni adan deb nomlaydi. Ayna yonboshda emas, dapada hisoblanadi. Turmush yoshini yetgan turkman qiz. Turmush yoshini yetganligini nerdan bilamiz? Taqimchoqlaridan bilamiz. Ya'ni to'qqizindagi taqimchoq. Bu majmuaga girib kelaverish qismindagi darvozani o'zi sizga 300-350 yillik tarixdan gaplaydi. Ya'ni o'sha davrdagi Abulg'ozi Bahodirxon Xiva xoni bo'lmuş. Abulg'ozi Bahodirxon davrida yasatilgan va arabchalab shunday so'zlar yozilganki, videoni ko'rishda davom etsangizlar, xudo xolasa hammasini birma-bir ko'rsatib beramiz. Va shuni eslatib o'tamizki, shuncha marta shu majmuani ustidan o'tib qaytib, lekin hech bir ko'zimiz tushmagan ekan, biza qiziqib internetdan ma'lumotlar izlab, o'zlarimizni tarixni ommaning oldiga olib chiqib berish uchun bugun aynan shu joydamiz va videoga like bosib, yaqinlaringizni ulashib, komment yozishni yodlaringizdan chiqarmanglar. Bu safar videoni boshida so'rab o'tamiz va shu majmuani, ya'ni Ulug' hovlini ilmiy xodimi bo'lmuş Jasurbek akamning hozir to'liq ma'lumotlarni bir qator boshidan olamiz. Bir qachon qurilgan, qaysi davrda asos solingan, nima sabab bo'lgan, kimlar ko'chib kelgan, shular haqida bir yandan ma'lumotlar bersangiz. Xolasa. Bir Ulug' hovli qalasi. Ulug' degani katta degan ma'noda, ya'ni katta hovli. Bu yerga 1640-50 yillarda Turkmanistonning Mar oblasidan Salur urug'idan mas'ul turkmanlar ko'chib kelgan. Ko'chib kelishining asosiy ikkita sabab bo'lgan. Birinchi sabab suvsizlik, ikkinchi sabab qaroqchilar hujumi bo'lgan. Shundan qiynalib, bir beklik, xonlik yo'q, ularni himoya qiladigan bir odam yo'q. Shuning uchun Abulg'ozi Bahodirxon, ya'ni Xiva xon oldiga kelib, iltimos qilib, shu Ulug' hovli G'azobot kanalining bo'yidan yer so'raydilar, ya'ni suvni bo'yidan. Yer ekishga mos, undan keyin o'zi suv baribir ob-hayot-ku. Shuning uchun Abulg'ozi mos joylardan. Abulg'ozi Bahodirxon o'zi obodchilarga mana shu G'azobot kanalining oldidan ularga joy beradi, yer beradi. Undan keyin 1680-yilda Abulg'ozi Bahodirxonning o'g'li Anushaxon tomonidan turkmanlar uchun qala qurilishi boshlanadi. Uzunasini 110 metr, enini 71 metr, 8000 metr kvadrat maydon 1694-yilda tugatiladi. Ya'ni 14 yil mobaynida qurilgan qala. Devorlarni ko'rishingiz mumkin. Qalinligi 1,5 metr pasti, usti 60 cm, ya'ni trapetsiya, uchburchak shaklida qurilgan, ko'proq vaqt turishi uchun ham har 10 metrdan kungra deymiz buni xorazmchasini trigak desak bo'ladi buni. Har 10 metrdan shunday narsalar berilgan. Xalqning stoyka deyli, shunday. Upor berish uchun. Shunday nava. Ya'ni bombani yiqilib ketmasligi uchun yana. Ham darvozamiz. Qala qurilgan paytda qo'yilgan darvoza bu tut, gujum daraxtlardan yasalgan. Shu vaqtdagi ustalarning bir mehnati desak ham bo'ladi buni. Ham bu simvollarimiz bor. Bu simvollar yer, osmon, suv, havo o'rtadagi do'molar quyosh ma'nosini anglatgan. Ya'ni shu narsalar bir-biriga chambarchas bog'liq, shunday degan ma'noda. Ham arabcha yozuv bilan shu yerga o'yib yozilgan ushbu muborak Ulug' hovli Xorazmshoh Abulg'ozi Bahodirxon tomonidan Salur turkmanlari oqsoqoli Xo'jamberdi Hamshirmatboylar iltimosiga hijriy 1120-yil, ya'ni melodiy 1700-yilga to'g'ri keladi. O'sha davrda bunyod qilingan deb darvozamizda yozilgan. Bir Ulug' hovli majmuasina giraverish qismi, ya'ni koridor qismi. Va giravergandan shunday portretlar osilganki, bilasizlar, bir 2018-yildan oldinlari bir og'loq ahvolda bo'lgan, deyarli takizlanib ketish darajasigacha yetib kelgan holda bo'lgan va ayrim aktivlar, ya'ni insonlarimizning jon kuyarligi sababli bir saqlab qolinib, shunning bir davlat nazariga tushib rekonstruksiya ishlari bo'lgan. Görüşdə davam qılsazlar, hamma ma'lumotni bir qator bilib olasizlar. Jasurbek ham yana hammasini nasib qilsa adashmagan holda birma-bir aytib beradilar. Bu portretdan boshlasak, rekonstruksiya ishlari, undan oldingi ahvollar haqida bir qator aytib bersangiz. Shunday, bu yerni endi 2000 oxirgi oila 2000-yillarda ko'chib, ya'ni qalanchidan chiqib ketgan. Keyin ichida yashagan odam qolmagandan keyin, shu aytganingizdek, shu ovloq ahvolda qolib ketgan rasmlarimizda yana bor, ko'rishingiz mumkin.
Keyin 50 yillik shahar tarafidan gradasiya, ya'ni shaharni kengaytirish masalasi tuzilib, kadastr agentligi tomonidan loyiha boshlanadi. Keyin shu G'azobod kanalini bo'yinacha shaharni kengaytirish masalasi bo'ladi. Keyin davlat nazar aka shuni xabarini topib, kelib, shular bilan gaplashib, to'xtatib, shu hokimiyatga chiqib, bundan keyin Qo'sh el farzandiman degan kitob yozadi. Ya'ni turkmanlar bilan o'zbeklarni o'zaro shu jipisligi, do'stligi ham shu qala haqida ma'lumot qo'yib, Qo'sh el farzandiman degan kitobi prezidentimiz darajasiga yetib boradi. Ya'ni prezidentimiz o'qiydi. Shundan keyin bu yerni kelib, qiziqib, o'rganib ko'rib, Turkmanistonning prezidenti, ya'ni Gurbanguli Malkulich bilan 2017-yil 2017-18 yillarda shu ochilish nimasi qiladilar. Restavratsiyasini boshlab berib, shu tashabbusi bilan undan keyin shu Ulug'xon kalasi restavratsiya qilinadi. Hozirgi davrda qaysi nechta qulayliklar bor edi? Bu yon tarafda yana resepsiyonlar bor ekan, to'liq novlar bilan jihozlandi bu yer. Novlar o'zgartirildi. Novlar bir e'tiboran malik jihat taraflama bir qurildi. Restavratsiya jarayonida o'zining holatini o'zgartirish keltirmadi. Ham yana o'z holicha qayta tiklangan, ham yana yangi qo'shimcha, ya'ni gostinsa bor ichida. Ulug'xon qalasining ichida gostintsasi bor, undan keyin otxona, tuyoqxonalari bor, fotogalereyasi bor, 100 yillik, 150 yillik rasmlari bor. Undan keyin sahnalarimiz mavjud, restoranlarimiz mavjud. Keyin ham kichik muzeylarimiz bor. Hozir xudo xolosa bir yandan hammasini ko'rib, ustida gaplashib boraveramiz. Mesela videoni ko'rishda davom qilaverasizlar, bir qator hamma joylarni sizlar bilan birgalikda ekskursiya qilib ko'rsatib o'tamiz. E'tibor etsak, misol uchun qadimgi, ya'ni Ulug'xonning eski ko'rinishi, bu biz aytib o'tganimizdek G'azobod kanali, Ulug'xon qalasini o'zi, uni oldinda xoraz bo'lgan, uni orqasida masjid bo'lgan. Keyin bu kichik hovuz. Bu hovuzimiz tashqarida qilganmiz. Bu Xorazxona bilan masjidimizdan maketini ko'rsatib berish niyatimiz bor, xudo xolosa kelajakda shu eski infratuzilmasini shu xalqqa ko'rsatib berjakmiz. Iloji boricha saqlab qolgan holda. Omochlar ham bor ekan. Otxonadan boshlayversak. Tuyalar bor ekan. Hozirgi kunda tuya ferma bo'ldi desak ham bo'ladi, 9 ta tuyamiz bor. Ham tuyalarimizni yozgi vaqtda G'azobod kanalidan chiqarib, shu o'tlar bilan boqamiz. Chunki tuya sutini bilamiz, ko'p kasalliklarga davoyi, shu yantoq, bo'yon, akva shunday o'simliklarni yegandan keyin sutidan foydali bo'ladi. Jigar serozi, oshqozon eshak kasalliklari, shunday narsalarga foydali. Shuning uchun G'azobod kanalini bo'yina chiqarib boqamiz. Bu yerda hozir kichkina ikkita botaloqchamiz bor. Botaloqlar xo'shroq bo'ladi ekan lekin. Jasangizlar bemalol ko'rib aylanishlaringiz mumkin. Botaloqlar ham durtdina yuvosh tuyalar ekan. Bemalol agar gaplashib vaqtida keladigan bo'lsangiz, yana aytib o'tilganlik shifobaxsh tuya sutidan ham olib kelsangizlar bo'ladi. Bu yon tarafida endi hozir nima ko'rsatamiz? Bu yon tarafda galereya, ustaxonamiz bor. Ustaxona. Bu yer damirchilarniki. Damirchilik ustaxonamiz bor. Fotogalereya. Bir damirchilik ustaxonasi. Endi hozir zamonaviy aralashgan. Shunday zamonaviy vazifalarimiz ham bor, lekin shu qumbuzimiz eski o'zini holatida restavratsiya qilingan, ya'ni shu ko'rinishda bo'lgan. Ustamiz kelib shu yerda kichik, ya'ni o'zina kerakli o'roqi, katmani, beli, qishloq xo'jaligida ishlatiladigan novsi bo'lsa, shu yerda hozirgi kunda ham o'tadi. Damirchilik mahsulotlarini ishlab chiqaradi shu yerda. Endi biz bir ma'lumot eshitib qoldik, shu davrda yasalgan bel bormi, katman bormi? Keyin novi qishloq xo'jaligi qurollari kerak bo'ladigan bo'lsa, yasasalar, ularni o'zlarini himoya qilish uchun qurol-yarog' sifatida ham ishlatgan ekanlar. Shunday ishlatganlar. Shu davrda, ya'ni kichik guruh qaroqchilar bo'lgan, baribir shu vaqtda ham shularning hujumidan o'zlarini himoya qilish uchun shunday qurollarni ishlab chiqarganlar o'zlari. O'zlarini himoya etish uchun. Ham qishloq xo'jaligida ishlatadilar, ham o'zlarini himoya etadilar. O'zi turkmanlarni asosiy shu kunlik ko'radigan o'zini narsa shu temirchilikdan, undan keyin dehqonchilikdan, hunarmandchilikdan, ayollarni gilam to'qishidan bo'lgan. Bu quyimi? Bu quduq. Quyimiz qala qurilgan vaqtda qurilgan quyi. Shu davrda. Shu davrda. Qalaning ichida 3 dona, qaladan tashqarida 1 dona bo'lgan. Hammasi shu bir to'g'ri chiziqda, ya'ni shu liniyada qazilgan. Bunlar faqat mana shu bir danasi saqlanib qolgan. Qog'ollari shu vaqt o'tishi natijasida buzilib, ko'milib ketgan. Bir liniyada qazilishining sababi shu yerning tagindagi shu liniyada ichishga yaroqli mazali chuchuk suv bo'lgan.
Şunun hisobidan shu bir liniyada qazganlar. Şu davrda ham shuni aniqlaydigan o'zini odamlari bo'lganda shuni. Bir fotogalereya hisoblanadi do'stlar. Shu infratuzilma shu ko'rinishda rekonstruksiya etilgan, ya'ni o'zini avvalgi asl holatiga ko'ra rekonstruksiya bo'lgan, lekin rasmlar, boshqa narsalar, zamonaviylik, kerak bo'ladigan narsalar zamonaviylik bilan uzatilgan. Bu fotogalereyamizni O'rta Osiyoda birinchi kinematograf Xudoybergan Divonov tomonidan 19-asrda Xiva hududida yashagan turkmanlarning yashash tarzi, madaniyati ham genish uslublarini rasmga olganlar. Misol uchun ta'rif berib o'tadigan bo'lsak, birinchi, ikkinchi suratlarimiz ham chap tarafdan uchinchi suratimiz bozorlarning ko'rinishi, ya'ni Xivada joylashgan bozorlarning ko'rinishi. Minoralar ham ko'rinib turibdi. Bu Islomxo'ja minorasi, bu Juma masjid minorasi. Buni Ajar Shunda minorasi deb hozir 100% ishonsa bo'ladi shu rasm. Ishonsa bo'ladi. Real olingan shu Real vaqtda. olingan shu vaqtda rasm. Turkman oqsoqolining giyinish uslubi tasvirlangan. Turkman gilamlarini shu davrda ham eksport qilganlar. Shu ko'rinish tasvirlangan. Bu shu davrda ham o'ralib turgan ruscha birkalar bilan shunday upakovka etib yuboradilar. yuborilgan. Bu turkman qizimiz, ya'ni turmush yoshini yetgan turkman qiz. Turmush yoshini yetganligini nerdan bilamiz? Taqimchoqlaridan bilamiz. Ya'ni to'qqizindagi taqimchoqlari yoshini anglatadi. Sanab chiqsak 19 dana taqimchoqi bor, demak 19 yoshli turmush yoshini yetgan turkman qizimiz tasvirlangan. Demak 19 yoshga yetgan qiz shu davrda turmush yoshini yetgan deb hisoblanadi. Ham bu no desak, belgi desak ham bo'ladi. Misol uchun u davrda qizlara, ayollarga gaplash mumkin emas. O'g'il bolalar ko'radidan taqimchoqini sanab olib, demak sovchi qo'ysam bo'ladi ekan degan bir nom yo'q desak ham bo'ladi shunday narsa. Belgi. Ikkinchi suratimiz bu turkman yangi kelinchagining kiyinish uslubi ko'rinishi bu. Turkman kelinchagini og'zidagi maskasi bu yashmoq deyiladi. Buning ma'nosi turkman qiz turmushga chiqsa 10 yilgacha qaynotasini gapirmagan. Urfda shunday bo'lgan. Shu odat hozir Xorazmda qaytib ketgan. Shundan Xorazmda ham turkmanlardan kirib kelgan ekanda u udum. Ko'pchilik boshqa Buxoro, Toshkent shu taraflardan xullas aytadilardan internetdan o'zim ko'rganman. Qaynotasini gaplamaydi ekan, kelin deb. Demak, shu turkman taraflardan kirib kelgan yana bir udum ekan bular. Im-ishora orqali, orqali, keyin farzandlar orqali gaplashgan qaynotasi bilan. 10 yildan keyin ruxsat bersa, bemalol keyin asta-sekin gaplab ketaveradi. Bo'lmasa ungacha gapirmaydi. Bu endi babi shu erini uyda o'rnini saqlab qolish uchun aytilgan narsa bo'lsa kerak. Hurmat ma'nosida aytib o'tsak ham bo'ladi bu narsani. Hozirgi kunda bu gaplamaslikning ta'siri Turkmanistonda boshqa davlatlarga qaraganda ajrimlar soni noldan, bizning Xorazm viloyatimizda boshqa davlatlarga qaraganda ajrimlar soni почти kam desak ham bo'ladi boshqa viloyatlarga nisbatan. Ana sababi ota-ona bolani o'zi kalayotgandan keyin gelin gaplasa, misol boshqacha tuyulishi mumkin. Agar u o'g'lini og'zidan shu gap eshitadigan bo'lsa, boshqacha tuyulishi mumkin. Har taraflama o'ylab atilgan ish. Avvalgilar ham bir narsani bilmasa gaplamagan, qilmaganlar. Xullas, bu ham taraflarni ko'rsatib o'taylik. Bu ham bor. Yurib girsak. Bu suratlarimiz suratkash tomonidan shu bizning muzey uchun taqdim qilingan suratlar hisoblanadi. Turkmanlarga aloqasi yo'q, har birisi har viloyatdan kelgan rasmlar. Bu xorazmlik artistlar bular. Ikkita yigit DJni aylantirib o'tiradi. Davrakinda o'tirganlar ham bularning tovushini eshitib o'tiradi, ham yuzlarini ko'radilar. Hammasi shu bir danglik bo'lish uchun qilingan narsa. Kamoljon Taniyazovga o'xshatib chizilgan, shu o'zi ham shu Ulli hovli qalasiga kelib, shu yerda shu davrdagi, ya'ni dim eski emas, lekin bundaroq vaqtdagi to'ylarni sovib bergan deb aytadilar Kamoljon Taniyazov nomi. Keyin eski Xiva lazgimiz. Xiva lazgisi haqiqatan qadimdan bizada kelayotgan o'yin hisoblanadi. Salki lazgi. Bilasizlar, turkmanlar avvaldan ham hunarmand xalq bo'lgan, g'olib bo'yicha ham o'ymakor, naqshli yog'och ishlov berish bo'yicha ham, damirchilik bo'yicha ham, qishloq xo'jaligi bo'yicha ham yana bir shingil ularning hunarmandchiligidan g'olib o'qish sexi o'sha davrdagi shöyle yetib keldik hozir. Hammasi qo'lda to'qilgan g'olalar, shular haqida bir qator ma'lumot olamiz hozir. Bu gilam muzeyimizdagi gilamlarimiz o'rtacha 100-150 yillik gilamlar hisoblanadi. Gilamlarni to'qilishida naqshlari ham har bir urug'ini belgilab beradi. Misol uchun, shunday naqshda to'qilgan gilamimiz taka urug'ina mansub gilamlar hisoblanadi. Ya'ni turkmanlarning taka urug'ina mansub turkmanlarning gilami.
Keyin bu gilamga e'tibor qiladigan bo'lsak, bunday naqshda bo'lsa, bu Yo'g'mut urug'ina mansub turkmanlarning gilamlari hisoblanadi. Undan keyin bular ham taka bu Bashiriskiy turkmanlarining gilami. Ensi gilamlar ham shu Bashiriskiy turkmanlar ham Arkangistdagi Ilolli urug'ina mansub turkmanlarning gilamlari hisoblanadi. Bu noyob shu 150 yillik haqiqiy ayollarning shu qo'lda to'qigan gilamlari hisoblanadi. Hozir misol uchun bu ranglari o'simliklardan olingan shu davrdagi. Buni unchalik yuvsangiz ham, boshqa qilsangiz ham yo'qolib ketmaydi rangi. Shunda turkman pechat deb endi ruschadan kirib kelgan pechat har bir urug'ni imzosi ekanda, ana. Shu endi bilib oldik. Imzo men o'zim ham bilmayman. Turkman pechat bo'lib ketaveradi dedi. Har bir shu naqshi har bir urug'ni o'zini imzosi ekan. Berina o'sha aytib o'tgan shu davrdagi turkmanlarni, bu yerda yashagan turkmanlarning oqsoqoli bo'lmuş Xo'jamberdi Bojimonni uylari, ya'ni bu joy ovqatlanish qismi, bu joy yotoqxonalari hamda bu qabulxona qismlari bo'lgan ekan. Abulg'ozi Bahodirxonning o'g'li ana shu qal'ani qurib bergandan keyin Xo'jamberdi Bojimon, ya'ni Xo'jamberdi oqsoqol qal'ani ichine qiynalgan, boquvchisini yo'qotgan ham yetim bolalarni o'z qaramog'iga oladi. Shu 3 xonani o'ziniki qilib, shu atrofda boshqalarni qo'yib, shularni boqadi. Ya'ni o'z qaramog'idan olib qo'yadi. Bu yer aytib o'tganimizdan ovqatlanadi. Bu yon tarafimiz yotadigan xonasi, orqa tarafimizdagi xonamiz qabulxona, ya'ni ichki problemalarni, yegan mehmonlarni shu yerda hal qiladi. Hozirgi kunda muzeyimizda o'sha davrdagi ishlatgan turkmanlarni foydalangan eksponatlari, ya'ni ashyolari saqlanadi. Misol uchun bu kichik ko'zachamiz xolodilnik vazifasini bajargan. Bo'yalgan joynacha yerga ko'miladi. Shundan tepasi yerda yuqorisida turadi, undan tepasi yerda tenda turadi. Sasidon mahsulotlar saqlangan bunda, ya'ni xolodilnik vazifasini bajargan. Bu juk, paxtani chigitidan ayiradigan, bumiz so'qimiz, buğdayni, burunchni, shu narsalarni yanchib ovqat tayyorlaganligimda guplarimiz bor, ip igiradigan narsalarimiz. Bu kichkina ko'zachamiz esa hayvon terisidan yasalgan, ya'ni nam tortadigan mahsulotlar saqlangan buning ichida. Un, tuz, shunga o'xshagan narsalar. Yotoqxona qismiga Yotoqxona qismidan o'tsak, yotoqxona qismimizda giygan kiyimlari bor, undan keyin cho'girmalari ham qurollari. Shu haqiqiy Xorazmlarning, turkmanlarning quroli hisoblanadi shu davrdagi yaxshi qurolimiz. Bu haqiqiy qilich bu, shu davrdagi qilich. Haqiqiy shu davrdagi qilich. Kalla kesar qilich deb aytganlar bu qilichni. Chunki yoysimon bo'lganidan keyin qilichni urib tortib bersa, shu qo'lni so'yib kesib olib tashlagan kallasini. Keyin bu yerda bir qiziqadigan bir kichkina narsamiz bor. Bu o'sha davrlarda bo'lgan, keyin yo'qolib ketib, hozirgi kunda yana urf bo'layotgan narsa bu. Hozir xonalarda kichkina dushovoy kabinat turibdi-ku. O'sha vaqtdagi dushovoy kabinat desak bo'ladi buni. Ya'ni buni adi turkmanlarda toshshi deb aytiladi, xivoliklar buni adan deb nomlaydi. Adan. Adan deb. Adan so'zi shundan kelib chiqqan. Shundan kelib chiqqan. Adan. Buni ichi 1,5 metr, 1 metr qaziladi, toza qum tashaladi. Kuzakda, qishda shuda tahorat olib, yuvinib foydalanadi. Undan keyin bahor, yoz kelgandan keyin qumini ko'lab olib, deshana chiqarib, yoyib qurtadidan yana ichana girzib qo'yaveradi. Yine bir qo'shimcha ma'lumot bo'ldi. Berina qabulxona qismi dedik. Ber haqqında bir ma'lumot bersangiz. Qabulxona qismimizda Xo'jamberdi Bojimon, ya'ni Xo'jamberdi oqsoqol shu ichki problemalar, ya'ni aholini o'rtasidagi tortishuvlar, kelishmovchiliklar, muammolarni hal qiladi. Ham kelgan, ya'ni tashqaridan kelgan mehmonlarni shu yerda qabul qilib, nov arzidori bo'lsa, shularni o'rganib chiqib, masalalarni ko'rib chiqadigan xonasi hisoblanadi. Bu yerda namoz ham o'qigan bo'lsa. Namoz ham o'qilgan, va bu namoz joyimiz ham qadimiy, o'rtacha shu 100 yillik namoz joyi hisoblanadi. Yana bir qiziq ma'lumotlardan. Shunda joy namozni o'zi ham neden tarixiga ega. Tarixiga ega. Bu shunda restoran qismi. Restoran qismimiz. Restoranimiz tabiiy uslubda bezatilgan. Bu palas restoran desak ham bo'ladi, ya'ni qo'lda to'qilgan shu palaslar bilan bezatilgan restoran hisoblanadi. 20-25 o'rinli restoran, shu zakaz bilan ishlaymiz. Bemalol agar shu zakazlar bo'ladigan bo'lsa, kelib bir kun oldin aytib, bizlara tashrif buyurishlari mumkin. Nov ovqatlar bor edi? Hamma ovqatlar pishadi. Turkmancha, xorazmcha nov ovqat bo'lsa, hammasi tayyorlab beriladi. Shashlik, pashlik, milliy taom, suyuq, quyuq, hamma narsa bo'ladi ekan. Shunda agar bu videodan keyin ayrim bir kattaroq ishda ishlaydigan bo'lsangiz,
nazik mehmonlarınız bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelibini Xorazmni, Turkmenlarni do'stligi bo'lgan joyda, bir tarixiy ma'lumotlarga boy bo'lgan joyda bemalol mehmon qilsangizlar bo'ladi o'zlaringizni, mehmonlaringizni. Bu boshqacha. Restoranimizni boshqa restoranlardan farqi bu yerda oyna yonboshda emas, dapada hisoblanadi. Gündüzguni ham hech qanday bir yorug'liksiz tabiiy o'zi shuning xo'shray bo'lib yorug' bo'lib turadi. Bazı tabiiy yorug'lik do'stlar. Men boshda kirgan vaqtda to'g'risi bir qaraganda lampochka deb o'yladim. Lekin quyoshning o'zini yorug'ligi shundan bir to'liq yorug'lik berib turibdi. Xona to'liqligicha yorug' shu bilan atrofida hech qanday oyna yo'q. Sababi u davrlar sal notinchroq davr bo'lgan, kechda uxlash orqayin bo'lmagan agar oynasi bo'lsa shuni hisoblanam balandda bo'lgan. Qish oylarida o'zini yapadigan kiyizi shunday ko'rpalari bilan yapıp qo'yaverganlar. Do'stlar, bu yer markaziy hovli, ko'pchilik xonadonlarni ayvon qismi qarag'an bo'lgan bu yere. Shu davrda bu taraflar ham xonadon bo'lgan avvalang, to'g'rimi? Har bir bo'lak yana devorlardan ham ko'rinib turibdi, buzilgan yerlari. Har bir bo'lak bitta ayvon bo'lgan, ichida ikkita xonasi bo'lgan, shu bir oila yashagan shunda. Hozir bu yerda sahna aytilgan. Sahna qilib qo'yibmiz. Shu Urganch tumanini ham Xorazm viloyatini tadbirlari shunda o'tkaziladi. Ya'ni kichik sayllar, sumalak sayllari, tadbirlar, do'stlik festivallari, undan keyin xalqaro festivallar, yoshlar kunlari, shuning bayramlar, tadbirlar o'tkaziladi hozirgi kunda. Endi ko'pchilik qiziqib turibdi-da, shu yerda hozir Urganch dedik, boshqa dedik, lekin hali adresini aytmadik. Bu yerning adresi Urganch tumani G'oybu qishlog'ida Türkmenler mahallesinde, doğru mu? Ben tarafımız Yangarık yolu. Yangarık yoldan ona burilib kelaverasizlar, xullas. Agar size videomuz yoqqan bo'lsa, like basıp, komment yazıp, yaqinlaringizga ulashib qo'yasizlar. Agar shunday videolar chiqishini davom etishini xohlasangizlar, kommentariya qismini albatta yozib ketinglar. Tarixiy va ma'lumotlarga boy videolarni xudo xolasa chiqarishda davom etamiz. Bu albatta o'zlarimizni, tariximizni bilishimiz albatta shart bo'lgani uchun bize aslan şu tema o'tishni boshladik. Agar size yoqqan bo'lsa, обязательно yozib keting. Sizlar bilan Nagab Xorazm loyihasi shunday o'zlarimizni tarixiy joyda bo'ldi. Hammangizga ko'rishguncha.